Kaçtım yakında kazıp gelsin. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarga shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Bugun mana bu Stokholmda Shvetsiya hukumatiga erkak qirg'inchilikni vatanimizda Sharqiy Turkistondagi erkak qirg'inchilikni olib uchun olib chiqib samsaq apandim. Yana namoyish o'rlashtiribdi. Qaysi yana o'rlashtirgan. Qaysi yana menga xabar etibdi. Bir qanchalar o'rlashtiribdi. Men nihoyat suyundim. Men shu garchi olib chiqib apandimdan bir tashkilot bo'lmasam, lekin men Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur. Shuning uchun olib chiqib apandimni qo'llash uchun va o'zimning ota-onasiga ega chiqish uchun yana shu maydonga yetib keldim. Sharqiy Turkistonning bayrog'i lapildaydiganlar, Sharqiy Turkistonningki mustaqilligi jaranglaydigan yerda men to'liq hamid bor. Meniki qaysi kunki videomniki bir yerni kesib devilib, meni yig'ildiya bir qonun organlar qo'qit etib turib, to'g'rida uchur, qalaymaqa uchur taqibdi. U hargizmi undaq emas, chunki men bir Sharqiy Turkistonniki davlatniki bayrog'ini tutib qasam qilgan vaqtimda meniki ko'z oldimga shu qarindoshlarim keldi, vatanim keldi, ota-onam keldi. Shuning uchun men o'zimni bosamay qildim. Meni hech qanday bir kuch yoki hech qanday bir ya'niki to'xtatgan yo'q. Men yana davomli bu yerda namoyish qilaman. Yana chiqib ekran yuzida bo'laman. Zumrat adam endi shu Norvegiyada bo'lmaganlik tufaylidan, uning ustiga o'zining qilayotgan ba'zi bir ishlar tufaylidan ekran yuzidan bir mazgillik to'xtab turdi. O deganlik to'xtab turdi emas. Men o'zimning ota-onamning ishini o'zimniki yo'lim bo'yicha Shvetsiya davlatining qonuni bo'yicha o'zimniki talablarimni qo'g'dayman. Endi qolgan saqchininki mangan bosqichlarni meniki bu yerda o'tirishimning hojati yo'q. Shuningga qarindoshlar uyg'onayli. Vatanimizda milyonlagan qarindoshlarimiz o'lyapti. Ota-onalarimiz turmada, dafsanda bo'lyapti. Qizlarimiz bosqinchilik uchrayapti. Xitoy texi bizni o'ldirishni 1 minutmi to'xtatib qo'ygan yo'q. Chunki dunyo vaziyati bizga kelyapti. Xitoy Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lganini Xitoyning burniga allabirun purab bo'ldi. Shuning uchun to'xtamay qirishga qiryapti ham. Shuning uchun harakat qilyapti. Shuning bizmi qarindoshlar mishaga chiqib siyosiy panohlik tilab, o'sha vatanniki aziz qarindoshlarimizni tuproqniki zaminning badalini setib, mishada ruxsat olganga tushib, mishada ashlar uchun ovoz chiqaraylik. Hargizmi xumsulacha yetib olmayli qarindoshlar. Hech ham bo'lmaydi. Bugun menga kelgan bo'lsa, Alloh saqlasin, sizga aytib kelishi mumkin. Xitoy Sharqiy Turkistondagi barliq Uyg'urlarni yo'q qilib etmoqchi, hatto eng asosida Xitoy o'zi ishtirokda shu milliy munofiqlarni yo'q qildi. Nimishga desanglar qarindoshlar, bular bu jinoyatga sherik bo'luvchilar. Bular shu Uyg'ur bilan davlat ichidagi Xitoy kompartiyasi bilan teshida har xil yolg'on tashkilotlarni qurib, Uyg'urni aldab, Uyg'urni Suriyaga selib, Uyg'urni qo'yib, Uyg'urni tashkilotlarni ichib, har xil g'arb ellardagi oqko'ngil chatalliklarni aldab, cherkovlardan pul qumurib, oqko'ngil chatalliklarni aldab, aysh-shirat qilib, kayf safa qilib, o'zininki havoyi havas nafsini qondirish uchun bizning da'vorimizni bulg'ab, pitig'dab, eng oxirida bizni indigenous kategoriyasiga akab qo'ydi qarindoshlar. Bu yomon xatarlik narsa. Bundan biz chiqib ketmasak, vatanimiz Sharqiy Turkiston mustaqil bo'lolmaydi. Ham mustaqil bo'lgan taqdirdimi yana bir kunlarda Xitoy yana besib kirdi. Bizlarni taraqqiy qildiramiz, yovvoyi odamlar deb. Shuningga qarindoshlar, shu yaxshi vatanparvar akademiklar darhol yaxshilagan kitoblarni, asarlarni yozib, shu narsadan chiqib ketishga, mumkin dunyodagi barliq shu cho'ng kuchlarga da'vorimizni anglatayotgan mustaqil qarindoshlarimga men rahmatimni aytaman. Men buningdan keyin shu ota-onamni qutqizish yo'lida hargiz to'xtab qolmayman. Bu texi meniki bosgan qadamlarimniki endi texi muqaddimasi. Men texi degandim. Men shuning oldini Xitoy hukumati men 1 yilgacha ota-onamni qo'yib etmaydigan bo'lsa, men shuning oldini muzeyxonga aylantirib o'tman degandim. Yana qilaman. Yani yasatgan narsalar bor. O'zimning ayrim chiqqan vaqtida rasmlarni qo'yaman. U chaqda bir kishi namoyish qilgan chaqda shunday qilaman. Biz vatandagilarga ovoz bo'lishimiz kerak qarindoshlar. Vatandagilar bizga talmiryapti. Shu azizani tuproqdagi bizni beqib cho'ng qilgan ma'rif sepidagi ustozlarimiz, biz mahallada o'ynab cho'ng'gan do'st yorarlarimiz, ota-onalarimiz, qarindoshlarimiz, maktab, ma'rif, madaniyat bizning zimin bizni saqlayapti. Bizningki to'g'ri da'vo etib berishimizni ashdan qutulishimiz kerak qarindoshlar. Bizningki
birdan bir chiqish yo'limiz mustaqillik qarindoshlar. U iliqi parlamentda irqiy qilishni e'tirof qilganga, yana bir nimqa zulm pasiyami, undaq chakini kommentarlarni yozib ketibsizlar. Uningga qarindoshlar zulm to'xtamaydi. Zulm faqat mustaqil bo'lgan chog'da to'xtaydi. Tarix batlarini bir-birlab varaqlaydigan bo'lsak, keyiniga qaraydigan bo'lsak, Kosova Yahudilarninki irqiy qirg'inchilikda davlatga erishgandan keyin, davlati mustaqil bo'lgandan keyin faqatla bular tushtirib tura olgan. Bo'lmasa nurg'unlagan qavmlar, millatlar tarixda yo'q bo'lib ketgan. Biz shu Sharqiy Turkistondagi zaminning egasi. Biz hargizmi Indoneziya xalqi emas, biz Uyg'ur xalqi. Shuning uchun qarindoshlar, vaqtinglar bo'lsa, agar bilmasanglar, bana telefon urib so'rasanglar bo'ladi shu seri qarindoshlar. Abdushukur afandim qachon namoyish qiladi ekan va yoki boshqalar qachon namoyish qiladi ekan deb meniki kelmasanglar mayli, bir kelib bu yerda qo'llab quvvatlab o'zimizningki ovozni o'zimiz anglatmasak qarindoshlar, 3-4 tal Uyg'ur bilan bu davoni bir yerga olib borgani bo'lmaydi. Shuningga men qarindoshlarga rahmat aytaman. Ham qarindoshlar Shveysariyadagi qarindoshlarningki namoyishi bo'lgan vaqtida to'liq kelishini umid qilaman. Rahmat qarindoshlar.